Menda yanvar oyiga bayramona reelslar bo'yicha juda ayyorona, zo'r bir sxema va reja bor. Yanvar oyida hamma salatlarga berilib ketib, internet, Instagramda o'tirganida, serial, filmlar ko'rayotganda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta faollik bo'ladi. Buni bilasiz. Ana shu paytda men kuniga kamida 3 ta reels joylayman. Qanday qilib butun dekabr davomida kontentni oldindan suratga olib, hammasini tayyorlab qo'yaman. O'zim esa maza qilib dam olib, salat yeb o'tiraman. Shu bilan birga meni ijtimoiy tarmoqlarimda videolar chiqib turaveradi. Bu davr oltin hafta deb ataladi. Ya'ni 1-yanvardan 8-yanvargacha. O'tgan yili aynan shu bir hafta ichida men taxminan 24 ming obunachi yig'ib olganman. Madina, balki bular hammasini aytib o'tirishim shart emasdir. Xo'p, mayli, mendan boshqa kim ham sizlarga aytib berardi. O'zim aytaman. Lekin uchadigan reelslar g'oyasini tez va oson topishga qiynalayotgan bo'lsangiz, men sizga yordam beraman. 14 kunlik Insta aktiv marafonimda siz har qanaqa yo'nalishda uchib ketadigan kontent g'oyalarini oson tuzishni, tez va oson syomka va montaj qilishni, profilingizni sotuvchan qilib, оформление qilishni o'rganasiz. Bundan tashqari trendda yuradigan stories maker bo'lishni va sun'iy intellektni ham o'rganasiz. Marafonni asl narxi 950 ming so'm. 1-yanvarga qadar to'lov qilgan o'quvchilar uchun chegirmada sovg'aga 349 ming so'm. Insta aktiv marafonim haqida yanada batafsil ma'lumot olish uchun aktiv so'zini yozib qoldiring.